Ko'rinma bo'yicha bedanlarga maxsus ko'rinma yasadim degandim. 5-6 ta aka pechkaga ham yozibdi, 10-15 ta odam kommentariyada ham so'ragan, qanaqa bu, nima bu, tarkibini polностью aytib bering deb. O'zim hali tajribadan o'tkazmaganligim uchun indamay turdim. Sababi mingta narsa bo'lsa bir yo'lda hammasiga bo'ladi, yaxshi bo'lsa demak yaxshi. Rosa ham yaxshi ko'rib iste'mol qilyapti. O'zim buni birinchi praktikaga qilib ko'rdim, yeyishlari zo'r. Endi buni o'rdaklarga ham xuddi shunaqa sastav qilib bermoqchiman. Sababi kech payt o'rdakka bersam, yaltirab borib oxirini yemay turadi. Ko'ring-da. Mana oxirida yaltirab qo'ygan, qolib ketib qolyapti. Ertasini shipirib boshqa narsa beraveradi. Demak, yaxshi ko'rib yeyishyapti o'rdaklar ham, bedanalar ham. Buni sastavida nimalar borligini podrobno tushuntirib bering deganlar ham bor. O'sha qilib aytmoqchiman. Makkani uni bor. Rosa mayda. Uni bir xili ham zo'r ekanda. Makkani uni, bug'doy yormasi, juvori, ozgina protsent broilerda mayda dona, eng mayda dona, chunki bedanalar yeyishga udobniy bo'lishi uchun eng maydasini oldim. Kombikorum. Shu 5-6 ta narsa. I plus. Bunaqa sariq idishdagi eng zo'r ekan, ham eng sal qimmatroq bo'lar ekan. Nariga 5000 so'm bo'lsa, bu 10000 so'm olib turar ekan. Bunga trikalsiy fosfat. Mana kalsiylari bittasiga qilib oldi. Hali o'ziga kelgani yo'q o'rdagimi. Bundan o'zi qo'shib boryaptirdim, o'rtada uzib qo'ydim. Yaqin bir 10 kun nari berida qo'shib yurdim. Kecha mana boshqatdan yana yasashni boshladim. Sababi kecha bularga ham bo'ldimda o'zi. Bular yaxshi ko'rib yesa, qani proba qilib ko'rchi desam, o'rdaklar ham juda ham yaxshi ko'rgan. Bu asosan ratsion semirtirish uchun. Oddiy yem berib qo'ysangiz, prosta bu uzunasiga uzayishi mumkin, bo'yiga cho'zilishi mumkin, semirmaydi. Menga semirish kerak bular. Yema yog'ini. Xo'p, mashina bunga to'kib olib, bitta jonchidan aralashtirib, men o'rtacha 7 kilo yem tayyorlayman. Bir tayyorlaganimda abitiga yoki o'jiniga 3 qoshiq, 4 qoshiq tashlayapman o'rtacha. 7 kilo yemga. Yeyishlari zo'r, aktivlari zo'r. Bateriya bo'yicha kecha 2 tasi o'ldi yana. Bosilib olib, majalanib qoldi. 2 tasi o'ldi. Hali bir epidemiyaga o'xshab patalab o'lib ketgani yo'q. Juda ham zo'r. Menimcha bu sabab, suvi sabab berayotgan dorimiz. Berayotgan dorimiz vitamin 0. Bu 3 kun berdim buni. Juda ham haliga ichki ketishini olib, immunitetini kuchaytirib, stresslarini yechish uchun tavsiya qiluvdi. Men ham sabablarini qilib berib qo'ydim. Menimcha mana shu ham sabab shekilli o'lmaganiga. Deyishlari juda ham zo'r. Hammasiga yoqdi. Bak. Gelişe. Bak.